Assalomu alaykum qadrli baland tomoshabinlar, Nabijon Nurmatov live kanaliga xush kelibsiz. Ya'niki men sizlarga bugun zardali abrikos ko'rsatmoqchiman. Ya'niki zot zardali, katta. Oldidan bir ko'rsatamiz. Bunda ko'ryapsizlar, sizlarga nasib qilsin. Qishloqda kelib, inshaalloh har bir mening obunachilarimga hammalaringizga jeyish, qishloqda daraxtdan uzib jeyish bir ko'rsatamiz daraxtni. Nasib qilsin. Buna o'zim ham Bismillahirrohmanirrohim jeb ko'ramiz. Juda yaxshi zardali. Ne ko'ryapsizlar, yarimi mesin zardali, yarimi abrikos katta zardalan. Chunki bu qishloqda Moskvada jirgan bizning aka-ukalarimizga hammalaringizga nasib qilsin. Shu bizning kanalga laji barcha obuna bo'lib, parpsa qilib qo'yingizlar. Inshaalloh yaxshi videolar sizlarga ko'rsatib boraveramiz. Ha, bu yoqda musulmon boy kelyapti. Kim musulmon? Assalomu alaykum, Navoiyna. Nimadir qilyapsizlar sizlar? Juda zardali deyapmangizlar, zardali jegel kelyapman menim tantim. Yaxshisiz, zo'rsizmi? Adamlar aytadi, musulmon nima? Bir kun gektarning ichida bir kun odam hayb biz ham tugatdik bu. Qanday bo'ldi? Bug'doy masalasi nima bo'ldi? Bug'doyda ayna o'zingiz bilasiz. Oldilar. Shu hamsiyalar olib qo'ydi. Endi uzoqlardan telefon qilatir, aynalar sotildi, tamom. Seriozda bunday misol like uchun deganimiz yo'q edik biz. Like oyoq bu yoq emas, hammasini sotdim. Haqiqatan o'zingiz ham guvoh bo'lasiz bir klientdan kelganda. Endi ko'plar aytayaptiki, zo'r bug'doy. Yana agar bug'doy bo'lsa, arpa bormi? Yo'q, hammasini topshirib berdim. Topshirib berdim. Hali anaqda o'rilmaganini ham zalogini olib qo'ydim daji kelsa, pastdagining. Katta kombayn kelishimi shunday ponni kombayn o'ziga qancha ketadi? 1 ton 800 kilo arpa ketadi. Agar bug'doy bo'ladigan bo'lsa, 2 ton 200 ketadi. Bug'doy. Zaloqlarini berib qancha chiqsa, hammasini bug'doyda o'rdadim bugun. Bug'doyda o'rdadim, bug'doyni joyida ko'tarasiga hammasini olib ketdi. 21 tondan chiqdi bug'doy. 21 tonna? Zo'r chiqdi. Berib endi arpani ertaga nasib qilsa o'rdirib, o'ni ham zalogini olib qo'yganman. Yo'q, odamlar telefon qilatirib, sizlar deydimi deb bir kun qo'yib videoni ertasi sotildi deb. Yo'q, to'g'ri biz chiqarganimizdan siraza odamlar soat deb turadi, lekin u hamsiyalar eshitsa siraza zalogni berib qo'ydilar. Boshqa o'ng xatirini o'tolmaysiz uzoqdan kelgandan. Endi sizlarga maqtab zardali jeyishimiz, sizlarga nasib qilsin, o'kinam shu yerda palaklik ko'rsatganmiz. Bu shaptalimi, zardalimi o'zi? Bu katta zamon. Bu shu yer xulos uy, shuratlang uy bo'ladi, o'zimizning qishloqda shundaymi? Hamyakin bo'ladi, shu yerda o'zi ham. Xulos mayda agretlari, misol ba'zilar bor, pomidor, handallik, bug'doy, limonlar ham bor. Mana shu zardalini sizlarga ko'rsatyapmiz. Ya'niki karshishga bor. Endi bu yerda maqsad videogarim bugun shu yerga hozir aynalib kelib qoldim, musulmonning o'zini ham ko'rdik. Endi aytqining haqiqatda masalan sotilib bo'ldimi, bo'lmadimi? Yo'q, haqiqatdan sotilib bo'ldi. Yo'q, telefon qilyaptilar. Yo'q, telefon qilgan uchun rahmat hammasiga. O'rnatlarni hech kim ko'p ekan. Like bosib gumburlatamiz, lekin sotib bo'ldi. To'g'ri aytaylik. Lekin agar hamsiyalarni o'rdiratganlar bor, haqiqatan ham jonboshimni o'rdiratganlar arpasi bor, bug'doyi bor. Endi ular sal kech ko'p qoldi, mendan keyinroq ekkanman bilmayman. Keyinroq pishayotgan bo'ladi. Ular ham sotaman desa, men sizga siraza murojaat qilaman, siraza shu yerda borib syomka qilib ko'rsatib beramiz qanday. Bo'ldi, gap yo'q. Mana shu bug'doy o'kin 4-5 kun oldin pishgan yo'q edi. Maqar o'sha pol musulmon bilan bug'doy pishib bo'libdi. Ha. Shuni bir og'ziga solib tartib ko'rsatamiz hozir. Bug'doy. Na hali. Ko'ryapsizlar, o'sha bug'doy polni pishib bo'lgan. Ko'rlaringizmi? Bular hovlida. Masalan, kimlar o'ylaydiki, bug'doy hali pishgan yo'q. Yo'q, biz yanagi Kolxozobodda ittifoqda 8-brigadada o'zimizning qishloqdamiz. Sizlarga bor narsani ko'rsatyapmiz. Sham bo'lyapti. Bugun 14-may kuni. Keling, jeng alchaglaslar ham pishib qolgan. Nasib qilsa ertaga harakat qilaman, presslarning narxini batafsil sizlarga chiqarishga, sotilayotgan presslarda. Hozir serialni press qancha bo'lyapti narxi? 23 so'm, 20 so'm. Yo'q, dastavkasini o'zimiz territoriyada 23 so'm bo'ladi. Yerning ichini olib kelib endi o'zining odamlari bor, dastavka qilib qo'yadi. 25 so'mdan endi yerning boshida sansiz 23 so'm. O'zingiz ortib ketasiz, misol. Shundan klientlar bo'ladi lekin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarning ko'zlaringizga zardalni ko'p yeb yerdik. Vaqtni bosinglar aynalar. Kommentariya xo'sh reylab yozib qo'yinglar.